Mamlakatimizda ta'lim sohasiga keng e'tibor qaratilayotganligi zamirida yosh avlodning kelajak taqdirini o'ylash orqali ertangi taraqqiyotiga mustahkam poydevor qo'yish g'oyasi mujassam. Chunki har bir yurtning buguni va kelajagi tom ma'noda mamlakat ta'lim tizimining qay darajada rivoj topganligi bilan chambarchas bog'liq. Kasb tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 16-son umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yuqoridagi fikrlar nechalik to'g'ri ekanligiga amin bo'lamiz. Shuni alohida e'tirof etish kerakki, ushbu maktab tumandagi to'ng'ich ta'lim maskanlaridan biri sanaladi. Mazkur maktab nafaqat tuman, viloyat, balki respublika xalq ta'limi tizimida o'z mavqeyiga ega ta'lim muassasalaridan biri sanaladi. Ushbu maktabning iqtidorli o'quvchilari mana bir necha yildirki, ketma-ket turli ko'rik tanlovlar, fan olimpiadalarida faol ishtirok etib, quvonarli natijalarga erishib kelmoqda. 16-umumiy o'rta ta'lim maktabida 961 nafar o'quvchilar tahsil oladigan bo'lib, ushbu o'quvchilarga 75 nafar oliy ma'lumotli pedagoglar dars berib kelishmoqda. Maktabimizda bir qator ta'lim jarayoni bo'yicha yangiliklar amalga oshirib borilyapti. Shu jumladan maktabda qo'shimcha to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, 105 nafar boshlang'ich sinflarimizga kun uzaytirilgan guruhlar tashkil etib, ushbu o'quvchilarga ona tili, matematika, ingliz tili fanlaridan qo'shimcha darslar tashkil etilgan va to'garaklar tashkil etilgan. Hamda maktabimizni bitiruvchi 9, 10, 11 sinflarimizga ingliz tili fanidan to'garaklar tashkil etilgan va bu o'quvchilarimizga mutaxassis oliy ma'lumotli ustozlarimiz dars berib kelishmoqda. Ushbu qo'shimcha to'garaklardan tushadigan mablag'lar hisobidan o'qituvchilarni qo'shimcha rag'batlantirish choralari ko'rib kelinyapti. Ta'limda uzoqni ko'zlab ish tutgan kishigina o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishadi. Bugungi davr har bir sohaga yangiliklarni olib kirish, innovatsion g'oyalarni jalb etish kerakligini taqozo etmoqda. Maktab jamoasi o'qitishning ilg'or tajribalaridan unumli foydalangan holda yangicha yondashuv asosida ish tutishga e'tibor qaratishgan. Jumladan, maktabda ko'p yillik tajribaga ega pedagoglar va yosh o'qituvchilar o'rtasida ustoz-shogird an'anasini yo'lga qo'yilganligi ham amalda ijobiy samarasini bermoqda. O'quvchilarning bilim mahorati doimiy ravishda sinovdan o'tkazib borish uchun yangi baholash tizimini joriy etilganligi bois ta'lim samaradorligini oshishiga erishilmoqda. Shuningdek, bu tajriba har bir murabbiy o'z ustida tinimsiz ishlab, yangiliklar sari intilishda ham muhim omil bo'lyapti. Vazirlar Mahkamasining 343-sonli qarori bo'yicha bizning maktabimizda pulli sinf tashkil etilgan. Buni natijasida ingliz tili, ona tili, matematika hamda rus tili fan o'qituvchilari o'quvchilarimizga chuqur bilim berishmoqda. Va biz mana shu jarayonlardan foydalangan holda maktabimizga kichik olimpiadalar o'tkazyapmiz. Asosiy fanlar bo'yicha maktab direktor stipendiyasini tashkil etganmiz. Shu stipendiya orqali o'quvchilarimiz bilim darajasi yanada qiziqishlarini oshirish maqsadida shu jarayonlarni olib boryapmiz. Maktabda ta'limning sifat va samaradorligiga e'tibor qaratilayotganligi yutuqlar omili bo'lmoqda. Bunda albatta ta'lim maskanining tajribali, o'z kasbining fidoyilari bo'lgan o'qituvchilarning mehnati beqiyos bo'lmoqda. Darvoqe, maktabda havas qilsa arziydigan ahil pedagoglar jamoasi shakllangan desak, xato qilmaymiz. Ta'lim maskanini aylanar ekansiz, zal, sinfxona va fan kabinetlari, har bir burchak yuksak estetik did bilan jihozlanganligini guvohi bo'lasiz. Bularning barchasi tinimsiz izlanish, yangilikka intilib mehnat qilishning natijasi desak, yanglishmaymiz. Ana shu ezgu sa'y-harakatlarning samarasi o'laroq nafaqat ta'lim, balki ma'naviy ishlar samaradorligini oshirishda ham erishilayotgan natijalar ancha salmoqli. Bizning maktabda direktor stipendiyasi tashkil etilgan va shuningdek ma'naviy va ma'rifiy ishlar, tadbirlar juda ko'plab uyushtiriladi. Shuningdek kuni kecha Turon maktab teatrining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Viloyat bosqichida biz faxrli 3-o'rinni oldik. Unda biz Mannon Yo'g'irning Ilmsiz tabib nomli, ya'ni Turkiston tabibi nomli asarini spektakl tarzida olib keldik. Ma'naviy tadbirlarni uyushtirgan ustozlarga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelgusida aktyor bo'lmoqchiman. Ustozlardan olgan bilimlarimni to'plab va kelajakda yetuk kadr bo'lib, ustozlarimning yuzini yorug' qilishga va'da beraman. Maktabdagi ana shu yutuqlar e'tiborga olinib, doimo namuna sifatida e'tirof etiladi. Tuman, viloyat miqyosidagi turli tadbirlar ham mazkur ta'lim maskanida o'tkazib kelinayotganligi bejizga emas. Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan hayot go'zal, yashash uchun 1001 sabab mavzusidagi aksiyani ushbu maktabda tashkil etilishi ham fikrimiz isboti bo'la oladi.
Bugungi kunda Respublika tashxis markazi tomonidan Hayot go'zal yashash uchun 1001 sabab aksiyasi doirasida respublikamiz bo'ylab juda ham ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu munosabat bilan mana Kasbi tumanimizda 61 ta maktab bo'lib, 61 ta maktabda ham mana shu Hayot go'zal yashash uchun 1001 ta sabab mavzusi doirasida aksiyalar bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlarda o'quvchilarning o'sha pozitiv fikrlashini, ijodiy fikrlashlarini hamda bu faqat o'quvchilar bilan cheklanib qolmaygina, ota-onalarimiz ham, ustozlarimiz ham bu aksiyada juda ham chiroyli qatnashmoqdalar. O'quvchilarimiz ishlarida o'sha rasmlar tanlovi o'tkazamiz. Ota-onalarimizda o'sha hayotning qanchalik go'zal ekanligini, yashashdan zavqlanib yashash haqidagi fikrlarni juda ham keng qamrovli tadbirlarga qatnashib, sahna ko'rinishlar orqali ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Bu o'sha hayot go'zal yashash uchun 1001 ta sabab mavzusida o'quvchilarning ko'tarinki kayfiyati juda ham yaxshi shakllandi. Ularda masalan o'sha hayotning qanchalik bebaho ekanligini qadriga yetishyapti yoki ota-onasining o'sha borligi, shunday tinch yurt farzandi ekanligidan zavqlanib, faxrlanib, to'lqinlanib gapirishmoqda. Mana shunday aksiyalar doirasida butun respublikamiz, tumanimiz, hamma maktablarda ko'proq bo'lishini va o'quvchilarimizni ijodiy fikrlashlarini juda kengroq bo'lish uchun o'sha biz psixologlar ham o'z hissamizni qo'shib, hayot go'zal yashash uchun 1001 sabab mavzusidagi o'sha aksiyalarimizda ota-onalarimizni, ustozlarimizni, o'quvchilarimizni faol ishtirok etishlarini istab qolar edik. Aksiya doirasida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda aksiyaning maqsad va vazifalar xususida alohida to'xtalildi. Mavzu nafaqat o'quvchi yoshlar, balki ota-onalar, o'qituvchi pedagoglar barcha uchun muhim ekanligi xususida fikr mulohazalar bildirildi. Aksiyada biz o'rgandikki, hayotda doim nimani intilish, nimada kerakligi haqidagi savollar har kun berilmaydi. Lekin bugungi aksiyada berilganda har bir psixologni, har bir shaxsni yuziga kayfiyat yugurdi. Shunday ekan, psixologiyada, ya'ni shaxslarning psixologiyaning o'rni naqadar yuksak ekanligini yanada bilib oldik. Bu narsadan keyin psixologlar aynan shaxslarni ruhiyatidagi barcha holatlarni o'rganibgina qolmasdan, ularning qobiliyatidagi har xil holatlarni chiqarib berishga, undashga harakat qiladi. Shunday ekan, jamiyatda psixologning o'rni naqadar yuksak ekanligi, naqadar ulug' ekanligini yanada biz anglab oldik. Hayotning go'zalligi haqida gap ketganda beixtiyor shoirning quyidagi she'riy satrlari yodga keladi. Hayot go'zal, ko'rolsang uni, yo'qdir undan go'zalroq malak. Kamlik qilar orzu va tilak, yana mehr, qalb ko'zi kerak. Aksiyaning asosiy maqsadi insonlarda ijobiy munosabat ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shu maktabning psixologi sifatida aynan shu narsalarni e'tirof eta olamanki, hayot go'zal, yashash uchun sabablar bisyor. Aynan mana shu sabablardan bittasi bugungi bizning har bir olayotgan nafasimiz aslida baxt ekanini his qildirishimiz va ota-onalar bilan birgalikda bu ishlarni amalga oshirib boryapmiz. Bundan ko'zlangan maqsad, aksiyaning maqsadi esa barcha maktab xodimlari, pedagogik jamoalar, o'quvchilar va ota-onalarda aynan mana shu aksiyaning nima ekanligini, uning maqsadi nimalardan iborat ekanligini tushuntirishdan iborat. Ularda hayotga nisbatan qiziqish, ishtiyoq hissini yanada kuchaytirish, ijobiy munosabat ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Aksiyada barcha umumta'lim maktablarining psixologlari faol ishtirok etishdi. Tadbir davomida mavzuga doir rasmlar ko'rik tanlovi ham tashkil etildi. Chunki yosh avlodni ma'naviyatli qilib tarbiyalash, ularning qalbiga mehr, muhabbat urug'larini sepishda, ezgu maqsadlar bilan yashashga undashda ijodning, xususan tasviriy san'atning o'rni beqiyos. Bugun yurtimizda yosh avlodni har jihatdan yetuk, barkamol avlodlar etib tarbiyalashga qaratilgan e'tibor va g'amxo'rliklar ertamiz egalari sanalmish o'g'il-qizlarimizning bunday beqiyos imkoniyatlardan keng foydalanib, fan sirlarini puxta egallashmoqda. Zero vatan taraqqiyotida, millat istiqboli ana shu barkamol avlod salohiyatiga bog'liq. Darvoqe, shu o'rinda shaxsiy bir mulohaza. Agar Kasbi tumaniga yo'lingiz tushsa, albatta ushbu ta'lim maskaniga tashrif buyuring. Bu yerdagi ezgu va xayrli ishlarni ko'rib, ko'zingiz quvnab, dilingiz yayrashi shubhasiz.